Assalomu alaykum hurmatli qadrdonlar. Xudo xolasa bugun ro'parasi 6-iyun, demak, juma ayom barchamizga muborak bo'lsin. Xudo xolasa bugun ro'parasi 99 va 100 baxtli raqamlarni aniqlab olamiz. Xudo xolasa bir emas, ikkita baxtli insonga ikkita maishiy texnikani topshiramiz. Xudo xolasa. O'yin tartibi oddiy, jumadan jumagacha 200 ming va undan yuqori xarid qilgan har bir mijoz telefon raqamini alohida mana shu qutichaga joylab boramiz. Haftada bir marta ikkita baxtli raqamga ikkita o'sha smart televizer deyman. Ikkita o'sha uchtak choynak yoki chopper maishiy texnikasini topshiramiz xudo xolasa. Bundan tashqari ertaga oxirgi, demak 7-iyunda bugun Qurbon hayitini o'tkazamiz xudo xolasa. Ertaga 7-kuni bitta baxtli raqamga, demak 5-smart televizorni taqdim qilamiz. O'yin sharti oddiy. 500 ming va undan yuqori xarid qilgan har bir mijoz telefon raqamini shu kungacha alohida qutiga joylab boryapmiz. Ertaga 7-iyun kuni xudo xolasa bitta baxtli raqamga bitta smart televizorni taqdim qilamiz. Yana bir kun vaqtimiz bor. Bemalol kelib, xarid qilib, 500 ming xarid qilib, o'z raqamingizni qoldirishingiz mumkin. Ertaga xudo xolasa bitta baxtli raqamni aniqlaymiz birgalikda. Demak, bugungi o'yinimizda boshlaymiz 99 va 100 baxtli raqamni aniqlaymiz. Demak, bitta baxtli raqam 99-yutuq egasi. Bugun biz ikkita hushtak choynakni o'yinga qo'yganmiz, xudo xolasa. Raqamni ko'rishingiz mumkin. 90lik 407 8017. Yorqin aka. 90lik 407 8017. Yorqin aka debdi, hurmatli jamoadagilar. Demak 99-yutuq Yorqin akaga nasib qildi. Demak omadlab qolamiz. Demak oxirgi 100 bugun mana xudo xolasa 100 sovg'ani ham topshiramiz. Bu degani 100 hafta o'tdi degani. Bitta baxtli raqam. Demak birinchi sizlarga ko'rsatamiz. 95lik 058 43 40 Kamoliddin. 95lik 058 43 40 raqami Kamoliddin. Hurmatli jamoadagilar, demak Kamoliddin akani bugungi 100-yutuq bilan tabriklab qolamiz. Xudo xolasa ertaga, demak shanba kuni o'sha super o'yinimiz bitta smart televizor egasini birgalikda aniqlab olamiz. Hammaga omad, sog', salomat bo'linglar.